Ibi. Ukam bechora shu uylarda turar ekanda. Qaysi biri ekan endi bu uyda? Ya Sherzod ukajon. Ha opa. Assalomu alaykum opam. Va alaykum assalom uka, yaxshimisan? Bu yerda 3 ta ekan uka, qaysi biri uying? Ha, birinchi ishga kirasiz. 9-qavat. Ha, mana ko'rdim. Mana birinchisiga kiramiz hozir. Eshik ochib qo'yma, kelavering. Nima deganingiz? Opangiz keldilar dadasi. Opam keldi. Xolodilnikda hech narsa yo'q, bozor qilmaganmiz, kunima ovqat beramiz. Sonasini ham kelib qoldi hozir. Kechagi ovqatingda nima ovqating bor? Qolgan ovqat bormi? U bo'lmaydi, makaron sho'ra qildim-ku kecha. Opam keladi. Dadasi kechagi makaron sho'rva bor. Bo'pti. O'shani isitib olib kelgin deb, tap isitib olib kelasan, opaga berib yuboramiz. Bo'ldi. Chiqib ketamiz. Bo'ladi? Bo'ladi dadasi. Opa, assalomu alaykum. Sherzod ukajonim. Yaxshi keldingizmi? Yaxshimisan? Omonmisan? Rahmat. Yaxshi Tinchmisan? yaxshi. Assalom. Assalom. Bular assalom ham bilmaydi. Mayli. Voy, opa yaxshi kelib qoldingizmi? Assalomu alaykum. O'tiring, turmang. Kelin, qanday? Yaxshimi? Tinchmi? Bardam baquvvatmi? Voy, Assalom yangaga. Yaxshi, rahmat. Xush kelibsiz, opa. Buncha yo'llaring uzoq ey. Voy, Toshkentda opa. 10 soat yuribmiz ey. Taksi yana o'nqir yama pamaga kir. Tushsam belimni topolmayman-da kelinjon ey. Yo'q, belingiz joyidami opa hozir? Joyda bo'lsa kerak-da. O'z qo'llarim bilan chiroyli tikkaman. Bunga paxtani solib, tovib, er-xotin jumalab jotasizlar. Voy. Jotasizlar birga, nimalashib. Otamiz. Opam kelib qopti. Go'shtlarni ayamasdan bilqillatib osh qilgan opa, ha? Qo'yinglar-ey, osh kerak emas ey. Voy, shuncha uzoq yo'ldan keldingiz, opa. Hozir men o'zim kapkirlarni o'ynatib sizga osh qilib beraman, ha. Dadasi. To'kib qo'ydim. Nimani to'kib qo'yding? Ovqatni. Qo'y, ataylab qilmagan-ku. Nima ovqating bor kechagi? Makaron sho'rva. Ha, bo'pti, o'shani isitib olib kelaver. Dadasi. Ha? O'sha makaron sho'rvani to'kib qo'ydim. Ye,